Demak, biz tadqiqot loyihasini boshlaymiz. Dastur muallifi Maqsuda Botirova ekanligini alohida ta'kidlab o'tmoqchimiz. Boshlovchi Azbek Berdiyev, rejissyorimiz Sayyoraxon Mahmudova, ovoz operatori Herzoxon Ishoqova. Ana shunday ijodkorlar bilan ushbu fursatlarda ham sizning xizmatingizda ekanligimizdan juda ham xursandmiz. Demak, loyihamiz qahramoni Turonboyeva Hilola Erkiyor qizi 2000-yilda Toshkent viloyatining Bekobod tumanida tug'ilgan. 2019-2023 yillarda Chirchiq davlat pedagogika universitetida xorijiy til va adabiyoti nemis tili ta'lim yo'nalishi bakalavriatida 2023-2025 yillarda magistraturasida tahsil olgan. Hozirda Chirchiq davlat pedagogika universitetining turizm fakulteti nemis tili kafedrasi o'qituvchisi lavozimida faoliyat olib bormoqdalar. Hozirga qadar Germaniyaning nemis akademik almashinuv xizmati tashkilotidan e'lon qilingan bir qancha stipendiyalarni qo'lga kiritib, Germaniyaning Heidelberg va München shaharlarida tahsil olib qaytganlar. Va demak, biz aloqaga kirishamiz. Allo, assalomu alaykum. Alo, assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Hilolaxon, dasturda xush ko'rdik. Rahmat taklif uchun. Rahmat sizga ham taklifimizni rad etmasdan xo'p deb rozi bo'lganingiz uchun. Yutuqlar muborak bo'lsin deymiz, bardavom bo'lsin deymiz. Xudo xolisa bundanda katta yutuqlarni qo'lga kiritishingizda tilakdoshmiz. Rahmat kattakon. Va endi esa savolga o'tamiz. Hilolaxon, nima uchun aynan nemis tili sohasini tanlagansiz? Dasavval mana shu haqda to'xtalib o'tsangiz marhamat. Savolingiz uchun rahmat. Avvalambor bugungi 14-yanvar Vatan himoyachilari kuni bilan yurtimizdagi barcha yigitlarni, akalarimizni, ukalarimizni, jumladan sizni ham tabriklayman bayram bilan. Rahmat. Har doim shunaqangi yurtimizni himoya qilish sharafiga muyassar bo'lib yurish nasib qilsin. Albatta, rahmat sizga ham. Sog' bo'ling, salomat bo'ling. Siz ham uydagi akalaringiz, otalaringiz, hammasini, uydagi erkaklarni aniqrog'i tabriklab qo'ying. Bayram bilan. Nima uchun nemis tili sohasini tanlaganman? Men Bekobod shaharda, Toshkent viloyati Bekobod shahar 5-sonli umumta'lim maktabida o'qiganman. Biz 5-sinfga o'tganimizdan boshlab bizda xorijiy til sifatida nemis tili fani o'rgatilgan, ingliz, nemis tili guruhlari bo'lgan. Men nemis tili guruhida o'qiganman. Ustozim Sultonova Shahzoda opa nemis tilini shunaqangi ishtiyoq bilan, shunaqangi zavq bilan o'rgatganlar. Men ham qiziqib qolganman. 5-sinfligimdan beri ustozimga har darsda aytardim, deyarli har darsda. Ustoz, xudo xolasa, men ham sizga o'xshagan nemis tili o'qituvchisi bo'laman. Germaniyaga borib o'qib kelaman. Sizga o'xshagan tirishqoq o'qituvchi bo'laman deb o'sha paytlari oldimga niyat qilgandim. Keyin maktabni bitirganimdan keyin kollejda o'qidim. Kollejda 3 yil ingliz tilini o'rgandik, xorijiy til sifatida, lekin men baribir ham nemis tilidan voz kecha olmadim. Keyin bakalavrda, keyin magistraturada nemis tili yo'nalishida o'qib, hozirda nemis tili o'qituvchisi sifatida o'zim o'qigan universitetda ish olib bormoqdaman. Qoyil. Nemis tilini o'rganish qay darajada qiyin yoki oson deb hisoblaysiz? Umuman boshqa tillarga agar solishtiradigan bo'lsak. Aslini olganda hamma tillarni o'zini shunaqangi qiyin tomoni bor. Hamma tilda ham qaysidir til osonroq yoki qaysidir til qiyinroq deyolmaymiz. Har bir tilning o'zini kulminatsion darajasi bor. Qaysidir tillarda boshlab olish qiyinroq, keyin davom ettirish nisbatan osonroq. Qaysidir tillarda teskari. Agar inson qiziqib, bor ishtiyoqini ishga solib, aniq maqsad bilan o'rgansa, menimcha hech qaysi til qiyinlik qilmaydi. Tushunarli. Hozirgacha erishgan yutuqlaringiz haqida ham ma'lumot bersangiz yaxshi bo'lardi, marhamat Hilolaxon. Bakalavrga kirganimdan keyin men oldimga qo'ygan asosiy maqsadlarimdan bittasi Germaniyaga borib, Germaniyani ta'lim tizimi bilan tanishish bo'ldi. U yoqda o'zimning bilimlarimni oshirish, o'qishimni davom ettirish qaysidir ma'noda bo'ldi. Bunda menga bakalavrda ham, magistraturada ham ilmiy rahbarim bo'lgan ustozim Sanakolov Zayniddin Ibadullayevich judayam ko'p motivatsiyalar berdi, ko'p turtki berganlar, yo'l yo'riq ko'rsatganlar. 2021 yili
yozda Germaniyaning DAD tashkilotidan, ya'ni Nemis akademik almashinuv xizmati tashkilotidan taklif etilgan stipendiyalardan birini qo'lga kiritib, Germaniyaning Friedrich Schiller Yena universitetida bir oylik yozgi til kursiga grant yutib oldim. Lekin karantin sababli bizda o'qishlarimiz hammasi onlayn bo'ldi. Avgust oyida men u yerlik talabalar, butun dunyodan u yerga tashrif buyurmoqchi bo'lgan talabalar bilan tanishib, o'zimning bilimlarimni mustahkamladim. Undan keyin bizda universitetimizda Germaniyaning Heidelberg shahri bilan shartnoma bor. Almashinuv shartnomasi bo'yicha 2022-yil oktyabr oyida Germaniyaning Heidelberg shahrida Heidelberg pedagogika universitetida bir oylik amaliyot dasturida ishtirok etdim. Universitetim nomidan ishtirok etdim va Germaniyada maktab ta'lim tizimi qanaqa, keyin universitetda darslar qanaqa olib boriladi, hammasi bilan tanishib, o'zimning bilimlarimni orttirdim, yangi chet ellik germaniyalik do'stlar orttirdim. U yerda o'rgangan bilimlarimni haligacha o'zimning darslarimda metodlarimni qo'llashga harakat qilib kelyapman va undan keyin 2024-yil yozda ham, iyul oyida ham Germaniyaning Minchen shahriga bir oylik yozgi til kursiga stipendiya g'olibi bo'ldim va u yerda bir oy tahsil olib qaytdim va 2024-yil qishki semestr yana Heidelberg shahrida magistraturamni davomini bir semestr o'qib qaytdim. U ham xalqaro stipendiya asosida bo'ldi va bu GIP programmasi, ya'ni Germanistische Institutspartnerschaften deyiladi nemis tilida. Bu biz universitetimiz bilan, Chirchiq davlat pedagogika universiteti bilan Germaniyaning Heidelberg pedagogika universitetlari orasida haligacha hamkorlik shartnomasi amal qilib kelmoqda. Tushunarli. Va hozir ingliz tilida ham qatnashdim dedingiz. Sir bo'lmasa nechta tilni bilasiz? Unaqa ko'p tilni bilmayman. Shu nemis tilini, o'zimni soham bo'lgani uchun nemis tilini bilaman yuqori darajagacha. Ingliz tili bilan rus tilini o'rta darajagacha bilaman. Keyin Germaniyada magistraturani o'qiyotgan paytimda qiziqib ispan tilini boshlang'ich darajada o'rgandim. Qoyil. Keyin karantin paytlari bo'sh bo'lgan paytimda turk tilini ham boshlang'ich darajada o'rganganman. Qiziqish uchun bo'lgan bo'laman. Yashang. Bakalavr va magistraturadagi ilmiy ishlaringiz nima haqida bo'lgan va nima uchun aynan mana shu mavzuni tanlagansiz? Marhamat. Bakalavrda diplom ishimiz, bizning bitiruv malakaviy ishim Germaniya va O'zbekiston ta'lim tizimida maktab amaliyoti mavzusida bo'lgan. Bunda men bakalavrda bitiruvchi kursligimda Germaniyada bir oylik amaliyot o'tab qaytganim uchun bu mavzu menga qiziq bo'lgan, ham menga yaqin bo'lgan, yaqindan tanish mavzu bo'lgani uchun qiziqib olganman o'zim va ilmiy rahbarim Sanakolov Saynitim Ibadullayevich bilan birgalikda buni imkon qadar yaxshi yozishga harakat qilib, qo'limdan kelgancha himoya qilishga harakat qilganman. Magistraturada bo'lsa, unda ham o'zim juda ham qiziqib, men nemis madaniyatiga juda ham qiziqaman. Shuning uchun magistraturadagi magistrlik dissertatsiyamni imkon qadar nemislarning madaniyatiga bog'lagan holda olishga harakat qildim. Ya'ni taom nomlarining milliy madaniy tahlili va tarjima masalasi nemis va o'zbek tillari misolida mavzusida magistrlik dissertatsiyamni yozdim. Bunda Germaniyaga borib o'qib kelgan paytlarimda imkon qadar materiallar, nemislar o'zlari bilan jonli muloqotlar qilib, ilmiy ishimni yana ham boyitishga harakat qildim. Tushunarli. Va kelajakda nima mavzuda ilmiy ish qilmoqchisiz? Mana shu haqida ham ma'lumot bersangiz. Shuningdek, 5 yildan keyin o'zingizni qayerda ko'rasiz? Qanday tasavvur etasiz? Savolingiz uchun rahmat. Xudo xohlasa, men nemis tilini, o'zim nemis tili mutaxassisi bo'lganim uchun nemis tilining grammatikasiga alohida qiziqishim bor. Shuning uchun kelajakdagi ilmiy ishimning mavzusini imkon qadar nemis tili grammatikasiga bog'lagan holda olishni niyat qildim. Bunda o'zimni 5 yildan keyin nasib bo'lsa
dotsent lavozimida, xudo xolasa, o'zim yaxshi ko'rgan ish joyimda, ya'ni hozirgi ish joyimda meni yaxshi ko'radigan, hurmat qiladigan talabalarim, kollektivlarim orasida oilam bilan farzandlarimni baxtiyor onasi sifatida ko'raman. Tushunarli. Albatta, rejalaringiz amalga oshsin deymiz. Niyatingizga yeting. Xulosa o'rnida fikr va tilaklaringiz bo'lsa, bizni tinglab turgan tinglovchilarimizga yo'llash imkoniyati sizda bor, marhamat. Rahmat kattakon. Agar nimadir ishni boshlamoqchi bo'lsangiz, hech qachon qo'rqmang, hech qachon xayolingizga negativ fikrlarni keltirmang. Har doim hamma ishni boshlashimizdan oldin bizga Allohning o'zi yordam beradi. Har doim umuman qo'rqmasdan, ikkilanmasdan, o'zingizga ishongan holda boshlang. Xudo xolasa samarasi ham shunga yarasha bo'ladi. Rahmat, sizga ham fikr mulohazalari uchun tashakkurimizni izhor etamiz. O'qituvchilik faoliyatingizda, ilmiy tadqiqot ishlaringizda sizga muvaffaqiyatlar yor bo'lsin deymiz. Rahmat kattakon. Rahmat, omon bo'ling. Ishlaringizga omad, rahmat. Taklif uchun yana bir bor. Qadrli tinglovchilar, eslatib o'taman, Chirchiq davlat pedagogika universitetining turizm fakulteti nemis tili kafedrasi o'qituvchisi, Germaniyaning nemis akademik almashnu xizmati tashkilotidan e'lon qilingan bir qancha stipendiyalar g'olibasi, Germaniyaning Heidelberg hamda Myunxen shaharlarida tahsil olgan Turonboyeva Hilola Erkiyor qizi bugungi loyihamiz qahramoni bo'ldi. Qadrli tinglovchilar, siz tadqiqot loyihasini tingladingiz. Dastur ijodkorlari muallif Maqsuda Botirova.